Assalomu alaykum. Yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan biz avtomat o'chirgichimizni qanday tanlashni va uning xarakteristikalarini ko'rib chiqamiz. Avtomat o'chirgichlarimiz asosiy vazifasi elektr o'tkazgichlarni qisqa tutashuv va elektr tarmog'imizdagi tok ortib ketishidan himoya qilib beradi. Agar avariya holati yuz beradigan bo'lsa, yuqori katta tokimiz o'tkazgichlarimizdan o'tib turib, kabelimizni izolyatsiyasini bir onda yondirib yuboradi. Shunday holat yuz bermasligi uchun xonadonimizda elektr shitimizga albatta avtomat o'rnatishimiz kerak. Avtomatni qanday tanlaymiz? Ko'pincha ikkilanib qolamiz. Qanaqa avtomat olishimiz kerak, qanday o'rnatishimiz kerak va uni qanday to'g'ri tanlashni bilmay qolamiz. Bugungi video darsimizda asosiy avtomat tanlashni mezonlarini sanab o'tamiz. O'sha mezonlari bo'yicha ko'rib tanishib chiqamiz. Birinchi mezoni qisqa tutashuv toki deyiladi. Har bitta avtomatimizda ko'radigan bo'lsak, qisqa tutashuv tokini yozib qo'ygan bo'ladi. Mana bu avtomatimizni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda 4500 yozib qo'ygan. Ko'rinib turgan bo'lsa. Ikkinchi avtomatimizda markirovkasini ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda 6000 yozib qo'ygan. Yana bitta avtomatimizni ko'raylik. Mana bunisida 4500 yozib qo'ygan ekan. Bu nimani anglatadi? Asosan qisqa tutashuv tokini avtomatlarimizda yozib ketaverib yodda qoladi. 3000 yozishi mumkin, 4500 6000 bo'ladi va 10000 amper. Shunaqa katta tok bo'lishi mumkinmi deymiz? Ha, albatta bo'lishi mumkin. Nimaga desak, mana transformatorimizdan fazamiz kelyapti. Fazamiz keldi. Mana bu joyda turibdi. Mana bu joyda nolimiz turibdi. 0 deylik. Endi shu ikkalasi qisqa tutashuv bo'lib qoladi. Ya'ni endi 220 o'zgaruvchan 220 volt deylik. Mana bu yerda agar ikkalasi qisqa tutashuv bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda. Endi qarshiligi yo'q-da. Mana bu fazamiz 0 bilan qisqa tutashuv bo'ldi. Endi xuddi shu paytda qisqa tutashuv bo'lgan paytda qarshiligimiz 0 ga yaqinda. Transformatorga endi qancha uzoqlashgan sari qarshiligimiz ham sal ortadi-ku. Qarshiligimiz xuddi shu qisqa tutashuv bo'lgan joyimizda teng bo'ladi. 0.05 ohmga teng bo'ladi. Tiklanishimiz 220 volt. Endi necha amper bo'lishini ohm qonuni bo'yicha aniqlab olsak bo'ladi. Ya'ni ikkita parametr aniq bo'lsa, uchinchi parametrni aniqlab olish oson. Ohm qonunini yozamiz. I teng U taqsim R. Demak, biz I tok topishimiz uchun kuchlanishni qarshilikka bo'lamiz ekan. Ya'ni I'miz teng bo'lyapti. Kuchlanishimiz 220 volt. 220 volt bo'lamiz qarshilikka 0.05 ohmga. Bu ham teng bo'ladi. 220 0.05 ga bo'lsa 4500 amper. Ya'ni qisqa tutashuv bo'lgan paytda 4500 amper bo'lar ekan. Xuddi shuning uchun agar podstansiyaga yaqinroq bo'lsangiz, bundan ham yaqinroq bo'ladi. Endi 0.5 ta o'rniga 0.04 bo'lishi mumkin. Endi unda tokimiz yana ham ortib ketadi. Masalan, shuning uchun iloji boricha tok kattarog'ini tanlaymiz. Podstansiyasiga yaqin bo'ladigan bo'lsa 10000 amperligini tanlagan ma'qul. Qisqa tutashuv tokimizni hozirgi paytda qisqa tutashuv tokimizni 6000 amperligini tanlagan ma'qul. Lekin ko'pincha 4500 ligi oldin keng tarqalgan edi. Endi borib hozir e'tibor beradigan bo'lsa, o'sha Yevropaning ko'pgina davlatlari ham 4500 qisqa tutashuv 4500 amperlik qisqa tutashuv tokini hozir ruxsat bermay qo'yapti. Bora-bora 6000 va 10000 amperlikka o'tib ketyapmiz. Mana qisqa tutashuv tokini bilan sizlar bilan tanishib oldik. Keyingi muhim parametrlar, ya'ni mezonlardan biri avtomatimizda nominal toki deyiladi. Mana bu avtomatimizda old qismida, ya'ni 25 degan kattaligimiz turibdi. Mana bu nimamizda mana S harfidan keyin qo'yilgan bo'ladi. Doim harfdan keyin yoziladi. Avtomatda 16 yozilib qo'yilibdi. Mana 3 qutbli avtomatimizda S harfidan keyin 25 degan raqam nomerimiz turibdi. Qonimiz. Xuddi shu avtomatimizni nominal toki deyiladi. Avtomatimizda nominal tokini tanlashda ikkita narsaga qarab tanlaymiz. Birinchisi elektr o'tkazuvchi kabelimizni quvvatini hisobga olishimiz kerak. Ya'ni necha voltgacha ko'tara oladi kabelimiz normal ish rejimida. O'sha necha voltgacha, necha ampergacha
ishlashi mumkin. Agar undan ortiq nima qiladigan bo'lsak, tok o'tkazadigan bo'lsak, kabelimiz erib ketishi mumkin. Natijada qisqa tutashuv bo'ladi. Agar kabelimiz, tokimiz noma'lum bo'ladigan bo'lsa, formula orqali aniqlab olishimiz mumkin. Ya'ni quvvatni topish formulasiga qarab aniqlaymiz. P teng U ko'paygan I. Bizda P quvvatimiz, U kuchlanishimiz, I tokimiz. Doim ishlatib kelganmiz. Endi biz hozir amper topib olishimiz kerak. Aytaylik, bitta rozetka o'rnatyapmiz. Rozetkada endi xonadan kichkina xona, faqat tefal ulashimiz mumkin deylik. Shuni olamiz, qanaqa avtomat qo'yishdi. Bizda tefalimiz aniq. Ya'ni oladigan quvvatimiz P teng 1200 watt deylik, 1200 watt. Kuchlanishimiz 220 volt. 220 volt. Endi biz i'ni topib olishimiz kerak. I teng. Endi formulaga qo'yamiz. Formulaga qo'yadigan bo'lsak, i'miz barobar bo'ladi P ni kuchlanishga nisbati bo'ladi. Ya'ni bundan I teng 1200 ni 220 ga bo'lamiz. 1200 ni bo'lamiz 220 ga. 1200 ni 220 ga bo'ladigan bo'lsak, teng bo'ladi 500 dan 45 amper. Mana nominal tokimiz 545 amper bo'lyapti. Agar 545 amperdan kichkinasini oladigan bo'lsak, avtomatimiz tashlamay qoladi yoki bo'lmasam kabelimiz ingichkasidan olib qo'ygan bo'lsak, kabelimiz erib ketishi mumkin. Xuddi shuna qilib nominal tokini hisoblab olamiz. Endi hozir biz faqat bitta rozetka uchun hisobladik. Bundan tashqari umuman xonadonda umumiy iste'mol qiladigan quvvatini hisoblab turib, masalan, hamma narsani quvvati aniq. Masalan, lampochkamiz 15 watt oladi. Shunday tarzda hisoblab olishimiz mumkin. Umumiy xonadondagimiz, umumiy tokimizni. Lekin avtomat tanlab turganimizda aytaylik, umumiy, masalan, kirishdagi asosiy avtomat tanlab turgan bo'lsak, umumiy tokimiz hammasi birdaniga ishlamaydi-yu, hamma narsamiz. Shuning uchun umumiy tok hisoblagandan keyin 0.8 ga ko'paytirib olamiz. Taxminan 80% maksimal ishlashi mumkin. Shunday qilib tanlab olamiz nominal tokimizni. Nominal tokimizda hisobga olib turganda har doim tablitsamiz bor. Ichimizda elektriklarimiz ko'p ish tushadi. Bu tablitsaga qarab turib tanlab olishimiz kerak. Mana kabelimiz, mana bu qatorda kabelimizning ko'ndalang kesimi ko'rsatilgan. Ya'ni mana kvadrat millimetr kvadratda. Keyingisi mistolali o'tkazgichlarimiz, bunisi alyumin o'tkazgichlarimiz ko'rsatib qo'yilgan. Quvvat bo'yicha, tok bo'yicha ko'rsatyapti. Hozir tushuntirib beraman. Aytaylik, bizni kabelimiz mana ikkinchi o'rinda turgani 2,5 millimetr kvadrat kabel oldi deylik. Mis simli bo'ladigan bo'lsa, u 38 ampergacha ko'tarar ekan. Agar alyumin oladigan bo'lsa, 29 ampergacha ko'tarar ekan. O'sha avtomat tanlashimizda nominal tokini olib turganimizda xuddi shu parametrni ham muhim parametr hisoblanadi. Buni ham hisobga olishimiz kerak. Avtomat o'chirgichimizda keyingi muhim o'lchamlardan bittasi ishga tushirish toki deydi, yoki bo'lmasam ruschasiga aytadigan bo'lsak, время tokovой xarakteristika deb ataladi. Hammamiz ko'zimiz tushgan nominal tokini ko'rsatadi, amper, mana 25 amper deb berdi. Xuddi shuni oldida turgan harfimiz shu время tokovой xarakteristika deyiladi. S harfi bilan belgilangan. Bu nima degani? Bizga ma'lumki, quvvati baland elektr jihozlarimizni ishga tushirganimizda, ya'ni puskovoy toki bo'ladi-yu, sezilarli ravishda nominal tokidan bir necha barobar oshib ketishi mumkin. Masalan, 10-12 barobarga oshib ketishi mumkin. Xuddi shunday vaqtda avtomatimiz o'chib qolmasligi uchun klasslarga ajratib chiqilgan. Bundan tashqari, masalan, tok ham o'ynashi mumkin. Har doim nominal tokidan bir onda ko'tarilib, yana qaytib tushib qolishi mumkin. Xuddi shunday paytda avtomat o'chib qolmasligi kerak, normal ish rejimida ishlash kerak, avariyasiz standart holatda. Masalan, xolodilnigimizni ko'rganimizda puskovoy toki yongan vaqtda chirog'imizni o'ynatadi. Elektr dvigatellarda bu aynan seziladi, tok oshib ketadi puskovoy momentda. Xuddi shunaqa bo'lmasligi uchun, ya'ni endi bu bir onda ko'tariladi, yana qaytib tushib qoladi. Avariya va standart rejim deyiladi. Uchta klassga ajratib chiqilgan, B, S va D klassga ajratilgan. Ya'ni B, S, D klass. B klassimiz degani, ya'ni 5-10 sekund vaqtgacha ishlaydi. Ya'ni nominal tokimizda masalan 10 amper bo'ladigan bo'lsa, 30 amperga ko'tarilib turib qaytib tushib qoladigan bo'lsa, bu ishlayveradi. Ya'ni 5 dan 10 sekundgacha nominal toki 3-5 barobar. Ikkinchisi eng ko'p qo'llaniladigani S klass deb ataladi. Nimaga desa, bu ham optimal eng o'rtadagi klass hisoblanadi. 1 sekunddan 10 sekundgacha
vaqtda kutib turadi, ya'ni o'chirib qo'ymasdan. Nominal tokimiz 5-10 barobargacha. 10 barobargacha ko'tarilib tushganda normal ish rejimida ishlab turishi mumkin avtomatimiz. Uchinchisi, eng oxirisi D klass deyiladi. Bu ko'proq sanoatda qo'llaniladi. Quvvati katta o'sha elektrodvigatellarda yoki boshqa quvvati katta iste'molchilarda qo'llashimiz mumkin. Ishlash vaqti 1 dan 10 sekundgacha ishlaydi. Tokimiz ancha sezilarli ravishda ko'proq 10-14 barobargacha ko'tarilganda turib qo'yadi. Maslahatimiz eng asosan shu magazinlarimizda ham ko'radigan bo'lsak, o'sha C klass ko'ramiz. C klass eng optimal variant hisoblanadi. Avtomatimizni tanlashda yana bir asosga e'tibor berishimiz kerak. Selektivnost deydi, ya'ni atamamiz masalan avariya vaqtida ma'lum bir xonadonimizdagi qismni o'zini o'chirishi mumkin. Faqat o'sha qismda elektr energiyasidan uzib qo'yishni nazarda tutadi. Bu ya'ni ichimizdagi avtomatimiz nominal toki boshqa o'zidan keyingi keladigan avtomatlar ish tokidan yuqori bo'lishi kerak. Oddiy qilib tushuntiraman. Mana bu tizmamizda mana kirishdagi avtomatimiz turibdi. 32 ampera. Undan keyin hisoblagichimizga o'tgandan keyin qator o'sha guruhlarga bo'lingan avtomatlarimiz turibdi. Yarmi mana 16 amper ko'rsatilyapti. Bittasi 10 amper ko'rsatilyapti. Bu deganimiz, masalan, yoritish chiroqlariga masalan 10 amperdan qo'yadigan bo'lsak, boshqa elektropriborlarimizga, rozetkalarimizga 16 amperli avtomatlarimiz qo'yilyapti. Xuddi shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. To'g'ri tanlashimiz kerak. Masalan, yoritish chiroqlariga 16 amper qo'yib turib, rozetkalarga 10 amper qo'ymasligimiz kerak. Selektivnost deganimizda xuddi shu narsalarni hisobga olib turib, avtomatlarimizni tanlashimiz kerak. Har doim o'sha mana bu avtomatlarimiz bundan katta bo'lib ketmasligi kerak. Avtomatlarimizni tanlay turganimizda yana bir muhim jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Ularning qutblar soni, ya'ni mana 1 qutbli, 2 qutbli va 3 qutbli avtomatlarimiz turibdi. Xonadonimizda elektr shitimizga kirishdagi asosiy birinchi avtomatimiz har doim agar sizda bir fazali tarmoq bo'ladigan bo'lsa, 220 volt bir faza bo'ladigan bo'lsa, 2 qutbli avtomatdan qo'yishimiz kerak. Tizmadan ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni xonadonimizga kirishdagi 2 qutbli avtomatdan foydalanilgan, ya'ni fazani ham nolda ham uzishimiz kerak. Hisoblagichimizdan o'tgandan keyin alohida qurilmalar uchun 1 qutbli avtomatdan foydalanamiz. Bunda ham agar sizda fazali bo'ladigan bo'lsa, unda kirishdagi avtomatimizda 4 qutbli olishimiz kerak, ya'ni 3 ta faza bitta nolda ajratadi. Undan keyin guruhlarga bo'lingandan keyin alohida qurilmalar uchun o'sha 3 faza, ya'ni 3 fazali bo'ladigan bo'lsa, 3 qutbli avtomatdan foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari yana bitta narsaga e'tibor beraylik. Magazinga borib avtomat olib turganimizda uni qaysi firmada ishlab chiqarilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Iloji bo'lsa, taniqli firmalarni olishimiz kerak. Poddelkasini olib qo'ymasligimiz kerak. Agar biz poddelkasini olib qo'yadigan bo'lsak, faqat tutashuv bo'lgan vaqtda ichidagi elektromagnit uzgichimiz, ya'ni ajratgichimiz uzmay qolishi mumkin. Bu esa avariyaga, yong'inga olib kelishi mumkin. Aslida sifati kafolatlangan o'sha brend firmalarning avtomati bilan poddelkasi hech qancha farq qilmaydi. Avtomat o'zi unchalik qimmat narsa ham hisoblanmaydi. Shuning uchun faqat brend bo'lgan, o'sha mirovoy brend bo'lgan avtomatlarni olishni tavsiya qilamiz. Mirovoy brendlarda masalan Schneider degan nimalarimiz bor, hech отказ qilganini eshitmaymiz. Sifatga asosan e'tibor beradi. Yoki bo'lmasam ABB ham xuddi shu avtomatlar sarasiga kiradi. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Qanaqa qiziqtirgan savollaring bo'lsa, shu YouTube'dagi videolarimiz ostiga izoh qilib qoldirishlaring mumkin. Bundan tashqari Telegram kanalimizda ham faoliyatimizni boshladik. Bizni Telegram kanalimizda ham kuzatib boring. Silkasini pastda qoldirib ketaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Biz bilan keyingi darslarimizda ham kuzatib boring.